Bugungi kunda mamlakatimizda tashabbusli byudjet loyihasi doirasida fuqarolarning taklif va g'oyalari asosida yuzlab ijtimoiy loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Har bir mahalla o'z muammosiga yechim topmoqda. Yangi yo'llar, bolalar maydonchalari, ichimlik suvi tarmoqlari barpo etilyapti. Ilk lavhada ana shunday tashabbuslar doirasida Toshkent viloyatida olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritiladi. Asanboyevlar oilasi uzoq yillar mobaynida Yuqorovul mahallasida istiqomat qiladi. Oila vakillarining so'zlariga qaraganda mahalla ahlini yo'l muammosi qiynab kelgan. 1997-yildan beri shu yerdaman. Bu mahallalar juda o'ziga yarasha loyilari bor edi. Ko'chalari changi bor edi. Bolalar qiynalib ko'chaga chiqishardi. Maktabga borib kelganda, o'zimiz ham ishga chiqqanda, ishga borardik, oyog'imizda tegigacha loy. Hozirgi kunda ushbu mahallada 1023 ta xonadon mavjud bo'lib, unda 3050 dan ziyod fuqarolar istiqomat qiladi. Mavjud 6 ta ko'chada asfaltlash ishlari olib borildi va fuqarolarning muammosi hal etildi. Quvonarlisi, bu kabi ishlar tashabbusli byudjet dasturi doirasida amalga oshirildi. Mana bu yilgi Open Budget tashabbuskor tanlovida g'olib bo'ldik va 3 kilometr 200 metrli joyni asfalt qilib, fuqarolarimiz xursand, loy ko'chalarini bartaraf qildik. Bu yilgi ikkinchi mavsumida ham Open Budgetda yutdik. Yana 3 kilometr 200 lik yo'lni asfalt qilib beramiz fuqarolarimizga. Bundan tashqari yana 6 kilometr yo'limiz qoladi. Biz mana shu Mirzo Ulug'bek ko'chasida yashaymiz. Ko'chib kelganimizga bu mahallaga 2018-yil ko'chib kelganmiz. U paytda yo'llarimiz loy edi, bolalarimiz qiynalar edi mahallada yurishga. Xudoga shukr, mana Open Budgetda yutib, mahallamiz chiroyli bo'lib, asfaltda kirg'izib, bolalar mazza qilib o'ynab yurishibdi. Loy ko'chalari endi yo'q, mahalla ahli esa mamnun. Hattoki hashar yo'li bilan piyodalar yo'lakchasi qurmoqda. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, birdamlikda gap katta.